Yumshoqqina, momiqqina xamirdan qotmaydigan, botmaydigan ajoyib bulchkalar birgalikda tayyorlaymiz. Ishni xamir tayyorlashdan boshlaymiz. Shakar, tuz, iliq suv, dro'jja hamda eritilgan sariyog' solib yaxshilab aralashtiramiz. Oppoqqina unni elakchidan o'tkazib, yumshoqqina xamir qorib, xamirimizni 10 bo'lakka bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Chiroyli qilib zuvala shakliga keltirgach, 5 minut tindiramiz hamda yoyishni boshlaymiz. Yumshoqqina bulchkani yana ham mazali qilish uchun kalliq sariyog'lardan foydalanamiz. Bu bulchkamizni qotmasligiga anchagina yordam beradi. Xamirlarni orasiga sariyog'ni suramiz va ustini yopib, yarim soat sovutgichga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz tinib dam olgach, qo'limiz bilan ozgina xamirni yoyib olishimiz kerak bo'ladi. Bir tekisda yoyganimizdan so'ng 2 sm atrofida lentalarga kesib, o'rtasidan bo'lib olamiz. Har bitta lenta xamirni olib, qo'limiz bilan ozgina ochib, aylantirib, ikkita tomonidan buraymiz va ikkita chekkasini bir-biriga kirgizib, yopishtirib, hammasini xuddi shunaqa qilib tugib olamiz. Yasalgan bulchkalarni hammasini listga terib, ustiga salafan hamda sochiq yopib, 1 soatga iliq joyda qoldiramiz. Oshgandan so'ng ustiga tuxum sarig'i va sut aralashmasini surib, qizib turgan duxovkaga jo'natamiz. Qip-qizarib pishgan bulchkalarni duxovkadan olamiz. Shunaqa yumshoq, shunaqa hidlari xushbo'y, butun oshxonani tutib ketadi. Buni yumshoqligini ko'ryapsizlar, 2-3 kunda ham umuman qotmaydi. Yoqimli ishtaha.